hisob raqamimdan naqd pul yechaman, aynan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotib olish uchun deb. Savolga qarang do'stlar. Go'sht sotish bilan shug'ullanaman. Kassaapparatdan naqd pul topshiraman, kirim qilaman. Lekin sotdan qishloq xo'jaligi mahsuloti uchun yechaman. Shu to'g'rimi? Rahmat javob uchun. Chunki molni men bozordan olaman, naqd pulga degan mazmunda savol kelgan. Do'stlar, menga farqi yo'q. Siz qayerdan olishingizni, lekin siz biznesingizda YTT bo'ladimi, xususiy korxona bo'ladimi, mas'uliyat cheklangan jamiyat bo'ladimi, kirim hujjatlari bo'lishi kerak. Bu videomiz ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Kirim hujjati shart degan videomiz. To'g'rida hozir YTTlarni tekshirishmayotgandir, lekin ishoning qaysidir kuni tekshirishadi. Shu payti menga rahmat aytasiz, aynan kirim hujjatlarini qilib qo'yganingiz uchun. Men sizga kirim hujjatlarini kim o'rgatadi degan savolga ikkita yechim beraman. Birinchisi soliq inspeksiyasi xodimlari, ikkinchisi esa yaxshi tumaningizdami, shahringizdami buxgalter yordam beradi sizga. Bitta o'rganib oling, o'zingiz bemalol qilaverasiz kirim hujjatlaringizni. Do'stlar, qanday bo'lishidan qat'iy nazar biz qonuniy ishlaylik, ertaga jarimalar kelmasin. Jarimalar kelmasligini oldini olish uchun esa meni videolarimni qoldirmasdan ko'ring, oxirigacha ko'ring va bu videolarni tadbirkor do'stlaringizga, yaqinlaringizga tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Nima bo'lsa ham do'stlar, kirim hujjatsiz ishlamang. Bo'ldi. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'ling.